Endi eski mashinalar O'zbekistondan tashqari yoki vodiyga, vohaga va respublikaga kiritilmaydimi? Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sahifamiz keyinroq tarqalishi uchun videoni podpisa qilib qo'yamiz. Kommentariyada eski mashinasi borlar plyus belgisini qoldirib ketamiz. Eski avtomobillar foydalanish va ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi. Bu bo'yicha hukumat qarori 11-sonli 2026-yilda chiqarilgan qarorga qabul qilingan. Qarorga ko'ra, Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot tizimining ma'muriy amaliyoti mudofaa vazirlik idoralari axborot tizimi internetda targ'ib qilingan. 2026-yil 1-fevraldan, ya'ni umumiy vazni yuki bilan 44 tonnadan ortiq yuk avtomobili qonli shaxta qo'llangan maxsus transport yuridik shaxslar tegishli yo'nalishlar taksilik, shuningdek avtozavor qo'shimcha ma'lumotlar uchun suriy ro'yxatdan o'tkazish va o'tkazish davlat raqami belgilash joriy etiladi. Like bosib obuna bo'linglar va to'liqroq video ma'lumotlarni o'tkazmasdan kuzatib borishingiz mumkin.